aka, Farg'ona filialimiz sizga qaysi tomonlari ko'proq yoqdi? Narxlari yaxshi, arzon. Keyin menga yoqqani, agar tushmasa yoki yoqmasa, qaytara olish sharti bilan dogovor bo'lyapti, shuning uchun yoqdi. Sifat darajasi yuqori. O'zi Domstroy bilan qanchadan beri ishlaysiz aka? Domstroy shu Farg'onaga kelgandan beri Domstroydan olyapman. Demak, o'zingizdan Farg'onalisiz-a? Narx-navolar qanday aka Domstroyda? Narxi ham qiziqtirmay qoldi, albatta sifat yuqori sizlarda, shuning uchun ham. Narxi endi arzon, men o'ylayman arzon. Ichkariga kirishga arzimaydi, arzon o'sha ishtayda o'zi ushlayapti. O'zi nima deb o'ylaysiz? Mijozlarga, qurilish materiali olib turgan mijozlarga sifat muhimroqmi yoki narx muhimroqmi? Men uchun sifat. Narx arzon bo'lgan bilan bir hafta turgandan qimmatroq bo'lib, yillab javob bergani yaxshi-ku. Sizlarda garantiya beryapti shu Domstroyga. Garantiyasi bilanligi uchun ham. Aksiyalar bo'lyapti. Omadli xaridor va omadli usta 3 milliondan ortiq mahsulot xarid qilsangiz, aka qatnashishingizni tilab qolamiz. Aksiya doirasida siz Damas yutib olishingiz mumkin. 4 ta Damasdan birini Umra safariga ziyorat va Misrga sayohat g'oliblarni aniqlaymiz aka. Xudo xolasa yetib qolsangiz. Umra safarini inshaalloh yutib olaylik, chunki niyat bor, Yangi yilga ota-onamga borishga. Xudo xolasa aka, niyatlaringizga yeting. Rahmat. Yana filiallarimizga kutib qolamiz. Sog' bo'ling aka.